agar test markazida ber yopiq bo'lsa, keyingi bo'limga o'tishimizga to'g'ri keladi. Bizga hozir berdi o'yinda o'zimdan boshqa hech kim yo'q, mashinalar. Oraliq masofa chiziq bilan 1 metr bo'lishi kerak. Mana shu turishga kirib boramiz. Masofa saqlab. Ancha oldinga kirib borishimiz kerak. Ozroq burilib, yana ozroq vaqtdak. Keyin avariyankani yoqamiz va yarim оборот qilamiz. Oxirigacha buravermaymiz. Orqaga yoqamiz. Oldi chiziqni bosib yubormasligimiz uchun. Shularga endi oxirigacha uramiz. Hoppa. Gol to'g'ri bo'lgandan keyin golni qo'yaveramiz. Chiziqni rovna bosgandan keyin Закинемо. Powerni qo'yamiz. Oldinga qilamiz. Yana powerni yoqamiz. Va yarim оборот chiqib, yarim оборот. Bundan keyin rolni qilamiz. Masalan, orqa balon bosib qo'yadi. Mana bu yon. Men juda yaqin kelib qolamiz. Sekinlik bilan berish kerak. Chiqoldik. Bu yerda chiqqandan keyin reski powerni yoqamiz. Mana shu joyda powerni ko'chib qolmaslik kerak. Burilayotgan paytingiz, ya'ni dalchi burum kelyapti. 2 marta burum hisobiga o'tadi. Masalan 5 minus bo'ladi. Oldi kirdimi o'chirish kerak. Bo'ldi. To'g'ri harakat qilamiz. Va yana powerni yoqamiz.